Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan FIFA o'ynaymiz. Anchadan beri kutilgan video mana chiqdi. Video chiqmayotganining sababi ishlar ko'payib ketganida jigarlar o'sha uchun video chiqarmadim anchadan beri. Mana nihoyat man qaytdim yana va video chiqarishni boshladim. Bugun sizlar bilan menejer yo'nalishida ozgina o'yinlar o'tkazamiz va akkauntimizni kamchiliklarini va sostavimizni to'g'rilab ko'rib chiqamiz. Qaramamasam ketdik. Bugun men yig'ilgan fragmentimga Fernando adashdim. Stamni oldim bugun. Stamni qo'ydim va 100 milliardlik komandaga chiqardik. Lekin 120 bo'lmadi hali o'pishimiz. Stamni oldim. Sotkalar hozir shunday 194. Normalni o'ynarkan, lekin chotki. Sizlarga ham tavsiya beraman. Stamni oldim, lekin va bir ikkita paklar ochdim, lekin uncha omad kelmadi. O'zi anchadan beri omad kelmayapti. Faqat shu fragmentga oldim. 1250 taga. Van Dijk olmoqchi edim. Van Dijk qimmatroqqa kelganiga o'sha uchun Stamni oldim. Stam yaxshi degan umiddaman, bo'lmasam ketdi. Ko'rsatagan ko'raylikchi. Mana menejer bosamiz, ketdi. Ketdi jigarlar, ketdi. Mana hozir menejerda sizlarda Stamni qanday o'ynashini ko'rsataman. Stamni hozir test qilib ko'ramiz jigarlar. Qani ketdi, haftaga qo'yamiz. Aytgancha yana bir narsani unutish esdan chiqibdi. Video boshlanmashidan oldin like va podpiska bosishni unutmanglar, iltimos. 50 ta obunachi bo'lsak, tezroq jonli stream qilishni boshlaymiz. Shuning uchun iltimos qo'llab-quvvatlab turib like va podpiskani bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Like va podpiska bosishni unutmanglar, faqat bosinglar. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi. Qaramasan menejer o'ynaymiz. Bu sostav 120 ekan. Zavq olinglar endi menejer bilan. Zarba va gol bizda. Yaxshi. Amring ular yaxshiligi 5 ta 5 qilishmagan shuni bilmayman. Amring zo'r ular 5 ta 5 qilishmagan. Lekin negadir 5 ga 5 emasdi. Agar xohlasanglar taktikamni yana bir bor tashab qo'yaman sizlarga. Taktikani ko'rsataman jigarlar. 9 ta yulduzgacha chiqqandim o'zi. Stamni olmashimdan oldin. Lekin mana shu FIFA ko'tlik qilib tushirib mana 5 ga qaytib qoldi, endi qaytadan ko'tarib. Stamni oldim va o'ynashni boshladik. Endi bu yo'g'iga menimcha ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Sekin-sekin. Chunki ishlar juda ko'payib ketyapti. Podpiska qilib like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yishingizni chiqarsa iltimos qilaman.
Yaxshi o'ynayapmiz ha 1.23 ga qarshi lekin. To'qqizda iste'molda o'tdi. Yaxshi. Yaxshi pas. Bizga to'p qoladi. Sneyder. Pas. Zarba. Yana gol. 3-0. 3-0. Zo'r. Bilinyapti. Bu sistemga to'p ham bormayapti. Mayli, bundan keyingi o'yinlarni ko'rib olasiz, qanaqa turishini. Yoshlik, lekin men sinab ko'rdim, juda beton turadi. Cho'tki turadi. Sizlarga zashta olmoqchi bo'lsangiz, yo Stam, yo Van Dijkni tavsiya beraman. Agar fragmentli yetsa Van Dijk olinglar, agar ko'p yig'ishni xohlamayotgan bo'lsanglar, menga o'xshab Stam bosaveringlar. Ko'proq Stam tavsiya beraman sizlarga. Stam ham yaxshi kartochka. To'g'ri, Van Dijkni talantlari ko'proq, lekin baribir menga Stam ko'proq yoqdi. O'yinni xarakteri o'zini yaxshi ko'rsata oladi. Оборонalari, hamma fizik podgotovkalari ham juda yaxshi ekan. Bo'yi ham normalniy. Boshda ham yaxshi o'ynaydi. Hamma qobiliyatdan borda Stamda. O'shanisi menga yoqdi juda. Keyin kommentariyada yozib qoldiringlar, bugungi ochgan pakilada nimalar chiqdi sizlarga. Menga lekin 112 dan baland o'yinchi tushmadi. 112 dan baland o'yinchi tushmadi. Anchadan beri 3 haftadan beri shunaqa bo'lyapti pashti. Eng 112, 110 tushyapti, lekin hali 114, 115 ushamadim pakdan. Oxirgi marta Casillas ushaganim 3000 talikdan. O'shandan keyin salomat kelmagan. Fragment bo'lgan aka. Lekin mayli, akkaunt yaxshi. 100 milliardga ham chiqardik. Oz qoldi. Bitta 10 kiray himoyachini almashtirsam bo'ldi. 120 bo'ladi. Chunki kalkulyatorda o'lchab ko'rdim. O'shani almashtirsam 120 ko'rsatyapti o'tishini. Xohlasa chiqamiz 120 ga. Birga chiqamiz, mana shu birga o'shamiz. Vaqtlar faol bo'lsa bo'ldi. Charles Bale yana qizig'i Ukraina o'yinida ham o'ynalardi. Bu qo'ysam bo'ladi. Bu qo'ymagani sababi sal tezlikni yutqizar ekanda, tezligi sal pastroq o'sha Frimpong yaxshi kelgan, shu tezliklari yaxshi o'sha uchun qotib qoldi sanmaganda shu. Chiqib qoldi. Qo'ymagani sababi Frimpong yaxshi tezlikda o'sha uchun. Yo'qotyapti bu. Qotmang. Streamni davom ettiramiz. Jigarlab qo'ysal internet qotib qoldi, o'sha uchun chiqib ketib qoldi. Qaytadan qilishga majbur bo'ldim. Mana endi. Mayli, mendirdik. O'ynaveramiz endi. Qotdi chunki. Chiqib ketib qoldi o'zi. Wi-Fi. Endi yondi. O'sha uchun endi boshlaymiz. O'ynash jigarlar. Ketdim, endi o'ynaveramiz. Boyga o'yin yutdi. Eslicha aytib qo'y 3-1 ga. Oy. Ko'rsatkichni qarang azizlar. Ko'rsatkichga gap yo'q. 120. Hozir ko'tarmaganingizni ham maslahat ko'tarishga.
qiyin hozir, juda qiyin. Prosta sizlarga o'ynab ko'rsatyapman. Bunday chiqishga ham harakat qildim-da, chunki o'sha uchun gapiryapman-da. Qiyinligi uchun. Juda qiyin. Juda 9 ta qildim bu FIFA kod. Dahshat qiyindan tashqari dushi bo'ldi. Ketdik. Tushib ketamiz. Shunaqa bo'ladi. Tushib ketamiz sirani. O'sha uchun qiyin deyapman-da. Hozir 120 o'xshaydi. Menimcha yutqizamiz deb o'ylayman, yana bilmadim. Lekin normalniy o'ynasak ko'ramiz. Ketdi. Chiqaradi. Juda yemadi ko'ran deganlar. Ay, gol. Siz 23 o'zim tenglar bilan tashlasa uchun nima shunday qiladi? Hozir Tanater bo'yapti. Onasini yeysin. Lekin baribir bu Ronaldoni bu kalboshni to'xtatib bo'lmaydi. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Qanday qilib chiqsin bu kalbosh hammani aldaydi. Chunki bu Braziliya afsungari-da, bu Braziliya afsungari. Mana endi men o'sha payt 1500 ta fragment o'yinni shuni olgan bo'lardim. Qiyin edi. Biznikilar qarshi imkoniyat ham bo'lmayapti. Boyagi birinchi o'yindagina ularning imkoniyati bor, endi bizlarda imkoniyat yo'q. Bo'ldi, bu Ronaldo to'xtatib bo'lmaydi. Bir 7 o'yin o'tkazamiz birinchilarni. Yondasan nima? Hatta bitti biz ham uraylik, manfaat uchun. Yo'q. Çok güzel. Aslında bir şey ne? Mümkün olmayanı var o şey. Rostem de hafif koydu. Ne güzel. Üstte yıldız kılgan adam. Ne şey. Tezroq 120 olsun ben. Velosipedinglar do'stlar kommentariyada. Ancha yomon qiynaldim. Sizlar ham erishinglar, bizlar ham erishaylik. Tezroq erishmasak bo'lmaydi. Keyin shu birga xudo xolasa streamda chiqamiz 50 ta yulduzga. Va'da berolmayman, lekin harakat qilaman. 120 ga birga xudo xolasa streamda. Jonli qilsak chiqamiz 50 ta yulduzga. Birga erishamiz natijaga. Shunday varatari yaxshi. Unda ham Varatar bizni golimizga qo'ymadi deylik. Golimizga qo'ymadi. Mana stampishini. Stamp yaxshi ko'rdingizmi? Govdas normal, bitta govda berdi, uj olib qo'ydi. Ana sekin test qilaylik yo'lda.
Yana ular ketdi. Yana Stam bermadi. Молодец Stam. To'g'ri yutkazyapmiz. Lekin Stam bermayapti. Yaxshi Stam. Aytdim kechaga tavsiya beraman. Sostavimiz ham ancha kuchaygan. Endi Jabrzga uchga qarshi chiqa olmaymiz. Birsiga mana shu yerda menga shu menejerda shunaqa paslashaveradi, aytinglar shuni. Paslashaveradi. Hozir shu pas, yana hujum bizda. Bo'ldi. 5-0. Tugadi. Zo'r. Tamam, yana bir marta taklif like va podpiska bosishni unutmanglar. 5taga tushdik. Aytgancha kelayotgan yangi yillar bilan ham tabriklayman. Yangi yil sizlarga omad, baxt va saodat bo'lib kelsin. 2026-yil hammaga omadli kelsin. Mayli. Yaxshi tilaklardan keyin mayli. Vasat aka o'ynaylikchi. Ketdikcha Vasat akaga. Teng, bu Vasat akadan ham 9 ta yulduz qilgan. Men ham tushib ketganman. Nima ahvol? Ay, namuncha qotyapti bu. Billa. Voy, bilin. Nima bo'yin? Kamchiliklarni hech to'g'ri olmayman. Nima qilyapti bu? Magnet. Look at me. Vay Serpinga. Zidane zarba. Yok. Oldi menimcha video sal qisqaroq bo'lgan bo'lsa ham sizlarga yoqqan bo'lsa umiddaman. Videom shulardan iborat edi. Stamni ozgina bo'lsa ham test qilgan bo'lsak, xursandman. Stamni mana ko'rdinglar, qanchalik yaxshi va yomonliklarini tekshirdinglar. O'z sizlarga ham tavsiya beraman. Bugungi video shulardan iborat edi va like va podpiska bosishni unutmanglar, iltimos jigarlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.